Assalomu alaykum qadrdonlar. Mana nihoyat sizlar duoinglar bilan, sizlarni qo'llab-quvvatlashinglar bilan ikkinchi mashinamni sovg'a qilyapman qadrdonlar. Ochig'ini aytsam, o'zim ham juda qattiq hayajondaman, chunki aqlga sig'maydigan voqealar bo'lib ketyapti hayotimda. Allohga behisob shukr. Alhamdulillah deb qolaman. Qadrdonlar, hozir mashinaning egasi kelyapti. Tez orada bilib olasizlar kimga sovg'a qilyapganini. Shunday onam bor, yaxshi ko'rar deydi mening bolam bor. To'ylarimda o'ynab berar davrada, havas bilan qarab turing odamlar. Romanlari boshlarida yarashgan, farishtadek ko'rsam ko'zim qamashgan. Sizga har kun qo'shiq aytib Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jonim. Qanday Moshlarim bor edi. Qadrdonlar, boyaga aytgan insonim mana shu kishi. Hojonam bo'ladi, umringiz uzoq bo'lsin. Biz jamoamiz bilan birinchi ish boshlaganimizda hojonam minib yurgan yangi Kia Kabishlarni bizga sovg'a qildilar. O'sha paytda aytgandim, hojonam, xudo xolasa sizga bundan ham zo'rlarni sovg'a qilaman degandim. Xalqimiz duosi tufayli, siz duoingiz tufayli mana Denza el to'pni sog'di. Barchalar bo'lsin. Rahmat, sog' bo'l, salomat bo'l. Salomat. Nasib sizlarga. Alloh amin. Mana shu farzandlarim Sarvarjon, Oybekjon, Otabekjon, Akbarjonlarning ham kasb-korlariga, umrlariga baraka bersin. Xudodan shuni niyat qilaman. Nasib bo'lsa, ular ham mana shunday mashinalar minib, shunday kunlarni, yaxshi kunlarni guvohi bo'lib yurishni tilakdoshiman. Umrlari uzoq bo'lsin, rizqlari ziyoda bo'lsin. Har doim sog' salomat el nazarida topganlarni yaxshi kunlariga sarflashni Xudodan so'rayman, niyat qilaman. Allohu amin. Allohu akbar. Mashina yana bir bor edi. adashgan.